uçurlarga asaslanganda 1962 yılı Şarkı Türkistan'ın Gulji şəhərində doğulğan Abdusalam Jalaldin isimli Uyghur professorning dövlət sırrını aşkarlash bilan ayıplanıb ötgan yili öydən tutub ketilganligi aşkarlandı. Uyghur Adliya Ambirining bildirishicha, Xinjiang Universiteti Oliy Texnika institutining muavin mudiri bo'lgan professor Abdusalam Jalaldin 2000-yillarda Yaponiya Hokkaido universitetida aspirantlik o'qishini tamomlagan. O'z sohasida nurg'un maqola va ilmiy tadqiqotlari bo'lgan professor 2018-yili tuyuqsiz Yaponiyaga davlat sirrini oshkorlash bilan ayblanib tutqun qilingan, lekin uning qo'lga ilinganligi sirtqi dunyodan maxfiy tutilgan. Amerika 15-oktyabrdan boshlab Xitoy mallariga qarta yo'lga qo'yishni planlagan tamojna bejini o'stirish qarorini vaqtliq to'xtatdi. Amerika prezidenti Donald Trump $250 milliard qiymatidagi tovarga qo'shilgan tamojna bejini vaqtliq to'xtatganligini bildirdi. Xitoyning muavin ministri Liu He boshchiligidagi hay'at bilan o'tkazilgan muzokaralardan keyin Amerika prezidenti Donald Trump Oqsaroyda e'lon qilgan bayonotida ikki davlat birlikka kelgan kelishimga asosan $250 milliard qiymatidagi Xitoy mahsulotlariga tamojna bejini 25% dan 30% ga chiqarish planini vaqtliq to'xtatganligini e'lon qildi. Hong Kongda doiralar 4-oktyabrdan boshlab maska cheklamasini yo'lga qo'ygan bo'lsa-mu, lekin ko'pincha namoyishchilar yana maska taqidi. Janubiy Xitoy shahar gezitining xabar qilishicha, yuzlagan namoyishchi maska qonuniga norozilik bildirish uchun maska taqib ko'chalarni to'ldirdi. Shahzoda Edward va Vinchay rayonlarida yig'ilgan bir to'p namoyishchi soqchilarning namoyishchilarga qartilgan zo'ravonlikni to'xtatishni talab qildi. Arab İttifaqı Turkiyaning Suriyaning shimolida elib berayotgan tinchlik buluqi harakatiga qarta qabul qilg'ili bo'lmaydi degan so'zlar yer olgan bir bayonot e'lon qildi. Arab İttifaqı bosh kotiblik vazifasini o'tayotgan Misrlik siyosatchi Ahmed Abu Ghayd Turkiyaning terrorlik tashkiloti PKKga qarshi elib berayotgan harbiy harakat haqida bir arab davlatining zaminini ishg'ol qilish va egilik huquqiga tajovuz qilish degan ifodalarni ishlatdi. Aldığın günü Türkiye ve terörlük teşkilatı PKK arasında murassachilik qilgan Amerika prezidenti Donald Trump bu qadim YPG'ni chekinishga chaqirdi. Trump o'z chegaramizni qo'g'day olmayotganda Turkiya Suriya chegarasini kontrol qilishimiz mumkin emas dedi. Washingtonda saylovchilar bilan bir yerga kelgan Trump YPG'liklarning rayondan chekinishini umid qilaman. Turkiyaning havo hujumiga qarshi tanlashi yo'q dedi.